Akalar, mana bugun fermamizga yangi mehmonlar keldi. Marhamat, ko'rishlaring mumkin. Kavkaz fazan. Bitta xo'roz, ikkita makon. Yoshroqlarini oldik. Bahordan tuxumga kiradi, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Kanalimizdan kuzatuvchilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Bundan qiziq videolarimiz hali oldinda. Bundan chiroyli boqayotgan narsalarimiz bor. Ularning videosini sekin qo'yib boramiz. Fazan boqayotgan ishqibozlari bo'lsa, shuni dumi yana chiqyapti ekan. Dumi to'lib ketadimi sherigiga o'xshab? Shuni fikrlaringni kommentariyada yozib boringlar. Bu yoqda ham bor. Zalatoy fazanlarimiz ham katta bo'lib qoldi. Chaklilar. Bentam bor. Bir para. Yana bentam kul svetlari ham bor. Ularni ham videosini qo'yganmiz. Ular ham katta bo'lib qoldi. Yana bir video qo'yamiz ularda. Kavkaz fazanlar ana xonakisidan, yovvoyisidan emas, odamdan deyarli cho'chimaydi. Mana hali xo'roz yana ham ranglari qizarib chiroyli bo'lib ketadi deyishdi egalari. Bu yosh xo'roz ekan. Shuni dumi yo'q akalar. Maslahat berib shunga. Kataylarimiz o'zimiz qildik hammasini. Jo'ja xorozcha. Chaklilarimiz sota buyum mazasi yo'qqa o'xshab turibdi, ajoyib bo'lib. Bu ham juda ham chiroyli bo'lib ketadi bu xo'roz ham. Zalatoy xo'roz. Chaklilarimiz ham xonaki. Jo'jaligidan uzun cho'qqa qildim. 10 ta edi, 6 ta qoldi bular. Sayrashni boshlashdi bular. Sayragan videosini qo'yganman. Kanalga o'tib ko'rsalaring. Sayrayotgan videolari bor. Chaklilarni qo'yib olib boqayotgandik. Keyin mishiq o'rganib olib to'rttasini mishiq yeb ketdi. Endi hozir valyerda bular. Eron chaklilar.